Barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Isak Gaming akalar. Bugun biz sizlar bilan bodring purushlar degan dehqonchilik bilan shug'ullanamiz akalar. U paytida o'zi juda mashhur bo'lgan kompyuterlarda. Uni men bugun shu paytgacha o'ynab 23 o'yin qilib, shu holatga olib kelib va video qilishga qaror qildim. Bular meni madikorlarim bo'ladi, ximiklarim, bioliklarim deganim. Bioliklar bilan meni mashinam va mening ishxonam shu yer bo'ladi. Bular bodringlar, dehqonchiligimiz akalar. Va qolgan narsalarimiz, shkaflarimiz, ishlarni joylab qo'yamiz, upakovka qilib, hammasini ko'rsatib o'taman. Upakovka qilishlarni biz bilan qolinglar va podpiska bosishni unutmanglar. Bu bizni qishloq edi. Tak, xo'sh. Tepadan ishim bor edi. Bir uxlab turib olsak, turib yorishib qolar edi. Uyqudan turib va ishni boshlaymiz. İşimiz diller stoya boshimiz kerak edi. To'xtatib, oy, taraflarimiz oldiga. Hammasi zo'r bo'ladi. Diller stoya narsamizni olib olamiz. Bu yoqqa bu max bosamiz. Bunu qilamiz. Bu yoqqa bu bundan bir pachka olib berib qo'ysak, endi buni moshinani bagajiga solamiz. Lekin bir etap bilan ketyapmiz akalar. Xudo xohlasa qo'yib ketamiz. Orqa fonga muzika topolmadim. Topganimda qo'yib qo'yardim. Juda qiziq bo'lardi. O'yinni muzikasini yopib qo'yish esdan chiqib qolibdi akalar. Keyingi videolarimizda yoqib qo'yishga harakat qilamiz. Ular ishimidi? Yala qildik. Yoqqa qo'yamiz. Samuray. Böyle qanaqadir dog'ni chiqaryapmiz. Boshqasi keyin tayyor bo'lib qoladi. U marta bir pachka bo'lib qolibdi. Shekilni olib o'rtasini bunga qo'yib, bu yoqqa qo'yishimiz kerak. Bunga qo'yamiz. 10 tani bu yoqqa qo'yamiz. Nimaga desanglar 10 tadan faqat 10 tadan ishlatadi bu. 29 dan 10 tasini oladi, 10 tasini aralashtiradi. Bir-biriga bu aralashtiradigan apparatimiz. Ya'ni bizda qalampir, balobat, dona aralashtirasiz va shunday narsalar chiqarishga harakat qilamiz. Yana fantaziyalarga bog'liq. Tak shaharlarga biratga sotamiz. Hop. Bitta sirini o'rgataman. Hop. 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 Bittasini chekib qo'yibdi. Qaytaramiz. Chekish, ichish inson uchun zarar akalar. Bu zararli narsalarni qilmanglar hech qachon. Chekish inson umrini kamaytiradi. Tak, murattabman. Ikki topkilik chiqadi. Bu magazinimiz bu. Burada başlanan narsalar bor. Sotasangiz so'rab paket olamiz biz 2 marta. Haligi narsani xizmatini upakovka qilishimiz bor. Assalomu alaykum. Olingan deyapti. Murat bu bundan dedi. Nag'mat. Kim boramiz? Boboy. Hop. 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 Oldik. Boboy yaxshi bo'l.
ularga sotganmiz, gaplashganmiz, sekin borib blenderga qo'yganimizni olib tayyorlaganmiz. Upakovka qilamiz. Bu upakovka qiladigan apparatimiz, bunga paketimizni qo'yib olamiz hozir olganimizni va undan mikserganini olamiz, aralashtirganimizni. Endi bu yoqqa qo'ysa upakovkani bosamiz. Bu satuvdamiz o'yinchidan muhim rol o'ynagan. Shu paytda ko'zimni qildim. Qolganini ko'taraman. Endi sizlar bilan bu o'yinda albatta ko'tarishga harakat qilamiz. Ovozda shovqinlansa o'chiragina. Imkoniyatlarga bo'lmas. Endi mikrofonni yozib olamiz ovozlarni. Va o'yinda ko'ringan to'xtalgan bo'yicha qishlog'imiz o'ziga sotib olaylik. Bir ikkita pachka. Assalomu alaykum. Olasizmi? O, yigit. Orqasiga o'tamiz. Aba. Oldik. Eslatib o'tamiz, bunday qilish kerak emas, akalar. Aba, sotdik. Ay, yedik. Endi qochish kerak. Telefon qiladi odatda. Telefon qiladi. Bir. Hani yoqqa-yerchi. Buni bilan gapirib qo'yish kerak. Qani? Oy, uchiribdi. Siz shunaqa kuchli giroy bo'lasiz, короче, akalar. Uyga boraylik qani. Bo'ldi akalar, bu yoqqa mikrofonni o'chirib qo'yaman akalar. Endi maza qilib tomosha qilinglar. Davom etinglar tomosha qilishda akalar. Buni uyga borib qo'yaylikchi. O'zingiz uchun tayyor narsalarimizni olamiz. Aytganchaga sizlar bilan Dillers'ga boramiz dedi. Va Dillers'ga ketyapmiz ekan. Dillers'ga borib taomlarni pishirib, tushgan pulni olib buni bagajga ko'rsa, buni bagaji kamroq. Buni bagaji qora mashinani bagaji 5 ta siloq bo'lar ekan. Ancha ko'p. Mashinaning tormozi deyarli yo'q. Chunki shat tushiramiz. Ketayotganlar borib qadalib to'xtaveramiz. Mana Dillers'damiz. Bizlarda topib qo'ydi. Hoppa. Ularni topshiramiz Dillerga. Ketdik. Salkam mingani topib qo'yibdi bidaramiz. Yaxshi. Ikkita sloti bo'sh qoldi. Ikkovini olamiz, ikkitani. Berib qo'yamiz. O'sha yerda oshiq topib qo'yibdi. Bir kuchli yaxshi. Buni bosib olamiz. Yaxshi. Sotishimiz yarıda qilib ketdik. Dillers'da deb qo'yamiz. Dillers'da nimaligini tushuntirmasdan
Akılar dilerse bu biz için sotib beradigan odam. Yani biz narsalarimizni beramiz, biz uchun sotib, foizini olib qoladi. Shunaqa gaplar ekan. O'yinni ko'rib maza qilib qolamiz. Kemudian yang bisa kita harbor masuk ke bawah gitu. Jadi dia bola var. Uzun kattalar. Saltotik. Ha, yedik. 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 Yukarıdık. Boshqa cho'ntagini olamiz ketdi yani. Dedim shaharga borib. Katta jamoa, bu shaharlarga Başbakan Belediye'nin hükümet topluları işçiler yarışı uygulayarak topluyoruz. Topluyoruz. Kötü. Allah. İttifakı tamam. O da iyi değil ama yaxshi. Biz o'yinimiz yetmayapti bu qanaqadir yetdi. Bak mana bitta. O nafaqat maydalar sochiladi. Bu men aytganim. Bu boshqa tavsiya yaxshi bo'ladi. Oh, Jack Bauer. Oh, elimize bak. Kendisine bu arada çıkmışlarını alıp geçirmişler aslında. Yatıklarına. Orası şarap, orası yatıklarına. Ama kalır. Uruyun. Daracağımız yetmedik. Çok geç geldi. Burada yani Allah'ım. Hop, dinleriz var, karavanımız. Kaydı ikilinde biraz. Hop, tamam, maşinaya çıktı. Olmadı. Lan. Şimdi varağımıza gel. Doğru çıkıp yeter. Şu oldu işte ne oldu? Yaşlı harekatımız oldu çünkü milisalar köpeğiyle de yana. Ket olup divizionga qilaverasizlar. Ovoz bir ko'tarib bir pasayib ketayotganimiz video so'raymiz ekanlar. Chunki g'alati aslida videoda o'zimizga yoki
Kelay yo'l poygasiga qo'yilgan yo'lda uxlamagan joylarni kesib o'tmaydilar. Albattakilar. Sekin boramiz. Ko'ramiz. Yaxshi. Avtobus ketyapti. Так, şuradan olmamış burayı. Böyle mi? Bratna görebilir miyim? Söylemişler belki bir şey kullanabilirim diye. Tepeye çak biraz. Abi nasıl yapmalıyız? Şey. Şöyle. Şöyle açık. Tipali bir şekilde. Sıkılıp kalmak, sıkılıp çıkarmışsın. Hop. Hop. Yani şimdi oradan. Düzgün foiz aladık ya. Gidiyor. Yaxshi, 25 bo'lgan, 25-o'rin bo'lgan. Balki yaxshi akalar o'yin qilib dam oladi. Shuning bilan shaharda kuni yanlış bo'lmasam, yarim quruq to'plashgan. Zavodga yani ya da qolgan mashinamizni olib kelib qo'yishimiz kerak. O'sha yoshgacha bo'ldi. Takmaga chiqamiz. Bizda taksi xizmatlari ham bor. Ishlashyapti gidalar. O'tmayaptimi? O'tolmaydi. Taksiga bosamiz. Nasıl bileydi ya? Buna bosib ko'ramiz. Tak, iyi boshqa joyga katta shaharga qaytamiz. Tak, mana boshlaymiz. Yo'ldan endi bu yaxshi boshlancha bagajga kichikroq. Lekin tezroq deganlardan aytish tezroq ketyapti. Yani bir kilometr. Yaxshi. Har xil uchrashuvlarga boshladim. Burada to'xtab olamiz. Ungacha mana yana qo'yimlar. Ana, suyulamiz. Qo'llar. Kamera qopdi. Uchinchi olmuş o'g'liga pidora. O'sha bo'lsa pullarimizni olib degan ma'no qildi. Keyin shunday bitkib olamiz aka. Tak, uyga kirib, mashinani chiroyli qilib, parkovka qilib, bizlarga qanday ishchi olish kerakligini o'rgatib qo'yaman aka. Tak, devorga qarashdi. Kirib ishchilarni olamiz endi. Mana turib, nobratdan bosib, yaxacho'ra qaysi joyga odam kerakligini bosasizlar va sizlarga ishchilar beradi.
yangi bir şey veribdi. Menga ekilmagan ekan, sizlarga bir ikkitani ko'rsatib ketay ekan. Bu yoqda urug'imiz bor, ifloslar to'ldirdilar. Chay tashashib, choy to'ldirib qo'yamiz. Ikkitasi bittasini olsak bo'ladi. Bittani olamiz, qo'limizni yumshab olib, bu yerga borib turib, keyin bosamiz. Ana tushdi. 15 o'qib beradi. Mana shunday qilib akalar, videomiz o'z nihoyasiga yetdi akalar. Yoqqan bo'lsa video podpiska qilib qo'yinglar. Ko'rib turganlarga ancha pul topdik. Va yoqqan bo'lsa like bosinglar, davomi chiqishiga qatnasha olasizlar akalar. Ya'ni 10 ta likedan keyin davomi chiqadi akalar. Chunki